qilyapmiz. Ma'lumot so'rayotganlar uchun shu video zo'rmasdan ko'ring. Bu tomon Kombinat bozori svetofordan kirish, o'ng qo'lingizda Xitoy magazin keladi. Xitoy magazinning ro'parasidan kiriladi. Bu tomon Shimol bozori tomonidan kelish. Tomonda kelganingizda o'ng qo'lingizda svetoforda kelyapmiz. Chap qo'lingiz o'sha Xitoy magazinning ro'parasidan kirganda to'g'ri kirib borilaveradi. Bu bitta orientirni ko'rsatyapman. Bugun ikkita mazda bitta yerdan kirish joyimiz, yo'lamiz bekitib turgan holatda bo'ladi. Qolgan kunlari har kuni ochiq, ertaga buni video qilib qo'yishga harakat qilamiz. Xo'p, qolgan kunlar bu yerga hujum bo'ladi. Bu yerda kiyim-kechak, detskiy deysizmi? Hamma yo'q bor bozorimizda. Farg'ona Pitaydan to'g'ri kirib kelasiz. To'g'ri kirib kelganingizda ro'parada ro'paradan ikkita gila magazin bor. Bu hamkasblar magazini. Shu yerdan o'ng tomonga. Bozorning o'rtasidan Farg'ona Pitaydan kirib, o'ng qo'lga burilib, to'g'riga kelaverasizlar. Shu tevadagi bannerlarga ahamiyat berib ketsalaring. O'zimizning logotifimiz bilan bannerimizni yozib ko'rsatib qo'yganmiz. Dushanbadan tashqari har kuni bozorimiz ishlaydi. Bugun Sunday hisobiga o'sha tozalash ishlari bo'ladi. Lekin biz hali ham ish faoliyatimizni to'xtatganimiz yo'q. Sabab o'sha zakazlarni chiqarib beryapmiz va bundan oldin video qo'ydik. O'sha zavoddan yuklarimizni olib chiqib, do'konga joylash jarayonlari bor. Inshaalloh ulardan video qilib qo'yamiz. Xo'p, kelganlaringda ro'paralar mana Ziyo gilam markazi. Shu yerdan chap qo'lga burilsalaring mana. Ziyo gilamlar markazi. İnşallah. Yahyobek to'lab kelganda, sizlar tushirib oldim. Assalomu alaykum aka. Sog'lik yaxshimisiz? Do'konimiz ikkita boksdan iborat. Inshaalloh menimcha to'g'ri manfaatli tushuntirish bo'ldi deb o'ylayman. Aytib o'tganimdek, zavoddan to'g'ridan to'g'ri gilamda xarid qilmoqchi bo'lsalaring, bizning kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yasizlar. Yuklarimiz kelgan. Yuklarimiz tushirish jarayonlarini ham ko'rsatib boramiz sizlarga. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yish eslaringizdan chiqmasin. Shunaqangi arzon va sifatli gilamlar faqat Ziyo gilamlar markazida bor. Bizga obuna bo'lib, like bosib, qanaqangi zakazlar bo'lsa telefon orqali yoki kelib ko'rib hal qilishlaring mumkin. Hammalaringga yaxshi kayfiyat, hamrohinglar bo'lsin, sog' bo'linglar. Ziyo gilam markazida hammalaringni kutib qolamiz.